Hormanglar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum hammaga. Men ozgina nima deydi, bog'bonchilikka qiziqaman. Shuning uchun men o'zimni mevalarimni, qiyotgan daraxtlarimni, просто ozgina ko'p emas. Shuning uchun sal bog'bonlikka qiziqqanim uchunmi, gullar yaxshi ko'raman. Har xil manzaralar, mevalari har xilidan ekib qo'yganman. Hammasi gulda. Endi baribir meva, gullar chiroyli narsa-da. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Men lekin yoqadi menga. O'zim yaxshi ko'raman. Chunki o'zingizda bog'ingizda bo'lgan narsa baribir boshqacha-da. Mevalar bo'yotibdi. Hammasi cho'tki. Endi kichkinagina bog'cha bo'lsa yaxshi deyman. Odamga baribir qanaqadir nimadir beradi-da. Mayli, tinch bo'linglar, hammaga yaxshi narsa tiling. Ertalabdan mana shunaqa bog'lar hammaga nasib qilsin.